Jahongir. Tayyor bugun 29-noyabrda hisoblashaversin. Videosi ham bor. Bitta Simentaldan, Germandan qochib qoldi. Agar mana o'zi talab bo'lib yotdi, mana dumini ham ko'tarib yotibdi. Xudo xolasa, endi buni Xudo biladi nima tug'ishini. To'g'rimi? Simentalmi, Germanmi? Lekin birinchi bo'lib biz Simentalga qo'ydik. Keyin Germanga qo'ydik. Albatta mana ko'rib qo'ylar, dumini ham bugungi chislodan 29-chi shuni pashti eng qizig'i dekabrda boshdan hisoblasin. To'ppa-to'g'ri, hali adashmaydi hamda. Voy jonivor, sog' bo'lsin jon. Biz endi Elyor aka bu qarang, talab bo'lib turibdi. Mana uni qarang. Bizda har doim jonli bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib, ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijonda Shahrixonini O'rta Sharxonadan bo'ladi. Jahongirlarning xonadoniga yetib kelganmiz. Mana Jahongir ham xudo xolasa yaxshi insonlarga yaxshi mollarni ilinishni boshladi. Nasldor, zotdor, kelajagi bor narsalar o'zingizlar otasiga, onasiga rahmat deb ketasizlar. 2025-yil 29-noyabr hafta kuniga shanba kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab 4 ta dona xunajin, eng qizig'i shox kuydirilgan German buqachamiz bor. Simental ishqibozlariga orqalari pachka bo'lib, korobka bo'lib yotganidan puli o'zi bilan ketadiganlarda. Mana bularni qarang, xudo xolasa moling bormi? Elyor aka bizga qochishga tayyor, kichkinaroqlari, nasli bo'lsin, zoti bo'lsin deganlarga mana nasldorlar hammasi. Qani ketdi sizlarni kuttirmagan holatda sizlardan iltimos faqat bittadan like bosib qo'ysanglar shu yetadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir, yaxshimisiz? Shu vaqt bo'ling. Zo'r, o'zingizdan. Tuziymisiz? Xirmonga baraka. Umringizga baraka aka. Xudo xolasa boshidan zo'llarini olib kelishni boshlabsiz. So'ragan simitdan, novoz so'raganga novoz, xunajin so'ragan xunajin. Uka, mana shu yerdamda ko'ryapmiz. Mana bularingiz talab bo'lib yotibdi-gana. Zo'r bo'pti, omalash. Jahongir o'zlari olib borib, xohlasa mana bu novozni ham olib kelsa, mana ular bilan bir qura qilsa, o'zidan nasl olib, zot olib yuratadi, birovdan novoz so'ramaydi. Jahongir o'zi ham haqiqiy taylari zo'r narsalar deb kelibsiz-a? Hammasi ham go'zal narsa. Qarang, mana bu ham talab bo'lib yotibdi. Mana shu ikkovi kuyikib yotibdi-ki. Mularni qarang, ulajillar. Jahongir bu bo'g'ozlarni tutay ham bunaqa emasmi? Qayerdan topdingiz, Jahongir? Xudo xolasa, Jahongir klient bo'lib qolishga bugun bunday qilamiz aka. Endi maqsad zo'r, endi hamma narsa babi puliga yarasha. Ertadan keyin yaxshi pulga olsa, yaxshi pulga sotadi. Arzon pulga olsa, arzon sotadi. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun Jahongir xalq duo qilsin, maza qilsin, boshiga keling, siz bilan kelishib olaylik, arzonroq qilib berasiz. Bo'ldi, Xudo xolasa aka. Bu kelgan odamni qaytarmaysiz. Qaytarmaysiz. Bo'ldi, aka, Xudo. Ashxunajindan boshlang. Bo'ldi, aka. Xudo xolasa mana kelishib oldik. Telefon qilgan odamga tortishmaysiz. Musofirdan, hojinalar o'zim sigir qilaman deydiganlarga yo'lida qilib, chiroyli qilib, to'g'rimi? Ala YouTube'larda ham, internetda ham ko'ryapti, o'zim ham chiqarib turaman. 75 millionlik bo'g'ozlarni ko'ryapti. Endi faqat sabr qilish kerak. Jahongir ashaqa olib chiqing, bir yurish-turishlarni qarang, xunajinchani. Xudo xolasa sigir qilib olasizlar. Jahongir, voy chiroyligini qarang, go'zalligini. So'raganlarga obunachilar. Ha, orqalari pachka bo'lib, Jahongirni mon qarang. Bitta narsani kelishib olamiz. Jahongir bo'yingiz nechi? Bo'yim 1.85 bor da. 85. Endi mol kichkina ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Men boricha ko'rsataman, molni katta qilib. Lekin haqiqiy sigir qiladigan ekan. Jahongir necha oylik endi tug'ilgan? 6 oylik aka bu. 6 oyligida mashinchacha bo'lib ketdi. Hali 2 yashar bo'lsa, bular bilmadim. Jahongirni bo'yiga yetib oladigan bo'lib ketadi. Jahongir chiroyli ekan. Havas qildik. Xudo xolasa qiziqqaniga yopishtirib chiroyli qilib aytdi. Bunaqa nasldor mollarni topish qiyin, o'zingiz ham bilasiz. Mashina ichida yuribsiz. Aka bunga 17.5 bersin. Qanaqa 17.5? Keling, butun bolasi, butun gapiring, 17.5. Men gapirmadim ama. 17.5 demaysiz, 17 deysiz pochinga. Xo'p deyin, birinchisiga xo'p deyin ish boshlanishiga. Men gapirmadim. Yo'q, xo'p deyin, zo'r gapir. Bor baraka, sizning gapingiz yerda qolguncha shaytonni bo'yni uzilsin. Xudo xolasa Jahongir dastavkasi nima bo'ladi? Dastavkasi vodiy bo'lib qilib beramiz. Ha, vohalarga kelishilgan holatda, lekin Elyor aka 17 millionga sigir beryapti desiz, bu sigirni bolasi bilan tutsangiz ham 18 million, 19 millionga sotasiz. Mana buni qonniga bola tushib bo'lsa 35 million bo'lib ketyapti. Qonniga u 1 oylik naq bo'lsa bo'ldi. Ketdik.
Buni qarang bo'ldi obunachilar. Ekrandagi nomer Jahongir ukamizniki. Siz aloqaga chiqasizlar. Ana bo'lmasa bo'zayni qarang, chiroyligini, go'zalligini. Obunachilar uchun xudo xolasa. Zakas video bo'lyapti. Bunaqasi haqiqatan o'zimda anchadan beri bo'lmay turdi. Turishini. Qarizi yo'q. Krediti yo'q. Voy jonivor, mashalloh deb qo'yasa, bu shvedlarni Germanni bolasi ekan, toza. o'zi naslidor mol, zotdor mol mashinada turadi, gerdan. Buni qarang, buni osmonga osish shart emas. Shuni qarang, buni videoga olaver deyapti-da. Biznikida keyin obunachilar uyda bo'ladi. Xudo xolasa. Oyoqlarini qarang, baquvvatliga. Orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'y, Jahongir tutaylarini ham qarang. Voy jonivor. Buni qarang. Maza qiladi, oq tutaylar yaxshi tutib beradi. Ko'rishing polvonligini. Jahongir buni necha oylik tug'ilganiga necha oy bo'ldi? 7 oy, 8 oydan avval. Ha, bizda ham 8 oyga ham olishaversa, 7 oy, 8 oy avval, 8 oyga olishaversa. hali bo'g'ozligiga emas, tug'ilganiga bo'lyapti, yana. Anaqa qilmang. Keyin Jahongir bunga ham yopishtirib ayting. Tortishmaydigan qilib ayting. Sizga 500 ming so'm avval qilsam tortishyapsiz aka. Bo'lishini aytaymi yo, bunday roq aytaymi aka. Qancha arzon aytsangiz, shuncha yaxshi obunachilar maza qiladi. Aka 21 million 500 ming berishsin. 21 qilaylik 5. Men Elyor aka hozir ham aytsam nima qildi? 500 ming so'm nima qilyapsiz? Keling mashina ham Jahongir laxta bo'lamassiz, butunsiz ish boshlashsa xo'p deylik. Xolasi yomon gap aytib turadimi aka? Yo'q, yaxshi gapirdingiz. To'g'ri, siz ham shuni. Bitta, xo'p deng 21 ga. O'zi bularni yangi tug'ilgani ham shu temgisida. $1000 pul beryapti. To'g'ri aka. Endi ular qachon bundaqa bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Shuning uchun bor baraka, otasiga, onasiga rahmat. 21 million kami bor, kami sizlarda. Jahongir, qo'li yengil inson. Telefon qilinglar, yurakdan so'ranglar, xudo xolasa beradi. Mashalloh. Turishini qarang. Ruga e'tibor bering. Aman. Jahongir, o hoji akamlar, boy akamlar ishdan charchab kelsa, dam oling. zagondamda tursa, agar sigaret chekmasini chekadiganlar ham sigaretdan zo'r kayf qoladi-da, chekib. Oma qo'yil, haqiqiy zo'rlarni yig'ib ki, bir chiqaray debsiz, YouTube potlatay debsiz-da. Bu ham sizning kanalingizga xudo xolasa obunachilar uchun. Ha, jon hisob bo'lsin, sirasi nomerini saqlanib qoling. Zo'rlari bor hali, o'tkazib bermayman. Jahongir, voy jonivor, qayerdan topasiz bunaqalarni? Turishini etdi qarang. Go'zal aka, xudo xolasa aka. Dehqonni qo'lida bo'lganda sotmasdi Jahongir bulardi. Hech kim. Ha, gap yo'q, shunchachalik ilinibsiz, otangiz yoningizga rahmat. Mana bularni qarang, etdi qarang. Jahongir ikkovi rosa kuyib yotdi. Bu ham kuyib yotdi aka. Voy jonivor, bularni xudo xolasa Germangami, xudo xolasa shvedmi, savaymi, qanaqaga qiziqsa-da endi o'zini qo'yib qo'ysiz. Ikkovi Jahongir kurashishlari bormi yo'qmi? Maniki yorilgan, maniki yo'q aka. Ha, mana bunisi o'z ushab turgandiki yo'q. Bo'za hali butun umri, kelajagi hayot oldida mana bu yoribdi, rosa tushibdi-da demak. Voyasiga yetib qolib, etdi ham qarang, balandligini, mana haqiqiy olaman deydigan go'zalligi. Jahongir bularni ikkovini qarang. Bitta odamga beramiz, xudo xolasa. Sababi olib borib ikkovini teng qo'ysin, ertadan keyin tuqqandan bir kun ikkovi xudo biladi, endi farqi bo'lib 10 kun avval bo'laveradi. Novoz tuqsin. Iloyim oladi aka. to'pa to'g'ri. Baraka topsin. Bizning oyondan baraka topsin. Aytganingiz kelsin. Iloyim buni foydasiga iloyim hojiga borsin. Aytganingiz kelsin iloyim. Tekinga qolib ketsin mashinalar. Jahongir birinchi YouTube'ga ish boshlaganda men o'zim olgan edim. Shularni ashpaytlar hammasini olmaymanmi, novvoslarga qo'shib deb atdan qilib qolsin. Jahongir yopishtirib, chiroyli qilib, tortishmaydigan qilib. Bo'ldi, Elyor aka. Endi 50 desam ham bo'laveradi. Ikkoviga. 25 ta. Ha. Aka, endi siz obunachilar uchun tortishmaysiz, bitta bomba ish qilaman aka, xudo xolasa. Bo'ldi, 24,5 ham yo'q aka. Mana qo'lingizga bering aka. 24 dan bo'ldi aka, uyigacha bortirib bering. Alqamchi nuqtasi ham mendan aka. Xayriga o'tasiz-a? Xayriga o'tib beraman. Ha, bo'ldi. Ko'k yurakdan chiqarib. Mana talashmadim siz uchun. O'zi yaxshi narx aytdingiz-da. Xolasa, mana uni olsa, xolasa buni olsa, buni farqi yo'q. Lekin men tavsiya qilaman. Masalan, lekin ikkovini olinglar deyman. Sababi maza qilasizlar. Olingan narsa har doim arzon. Buni qarab turing, bismillahirrohmanirrohim. Tutaylarni qarang. Jahongir to'g'risali bo'g'ozga o'xshab ketibdi-da. Buni qarang. Voy jonivor.
Bular ertaga misol voyasi yetmas, yana hali bular. anchadan beri mana shunaqa so'rab yuruvdi, zakasga bo'ldi-da. Siz uchun aka, bir bomba video chiqaraman, xudo xolasa degandim, mana Niyatingizga yetdingiz, xudo xolasa. Bundan keyin ham zo'llarni olib kelavering. Agar havas qilganlar, havas qilganlar otingga rahmat. Shunaqalarni ko'pchilik kutib yotuvdi. Olib borasiz, qo'yasiz inshaalloh. 25 dan demoqchi edingiz, u narx yo'q bo'ldi. 24 milliondan 48 millionga. Xolasa bunisi, xolasa unisi. Lekin ikkovini olgandan maza qiladi. Xudo xolasa. Chimog'iga aka javob aka. Uydan keyin yashiliga javob bermayman, qolgan yerga hammasiga javob beraman. Nimaga? Bizning molxonada yashil pashil yo'q aka, xudo xolasa. Salomat. Eshigimga kelib, bir piyola choyim ichib, Xudo xolasa. Yo'lda qilib, yana ham yo'lda qilib beraman. Joni sog' bo'lsin. Omali, mashalloh. Firman buqamizon chiqdi. Buni qarang, chiroyligini, go'zalligini. Ana bo'lmasa. Toza narsalar. Oyoqlarini ham qarang, baho berib qo'yinglar. Simentallar ham rasa go'zal ekan. Jahongir, bu necha oylik endi tug'ilganing? 10 oylik bo'ldi. 10 oylik? 10 oylik. Hali bo'zay ekanda bu. Vobshe kichkina, hozirda 10 oyda shunchacha. Mana bu simentalni ham qarang. Siment. Baquvvat ekan-a? Mana fermachilarga bo'lsa, bittasini simental xunajin baqaman desangiz, simentalga, naslga, zotga, Germanni turishini ham qarang. Kuchli ekanda, chiroyli ekan, ikkovi ham. Qo'ysa bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa, ana 4 ta xunajinni nariga Germanda bir qo'ra qilib sababi parodasini buzmayli deyapmiz. Lekin xolasanglar simentalga qo'yinglar, o'zingizlarga qiziqqan zotga. Jahongir, mashindan boshlaylik. Men ham o'zim Germanga qiziqaman. Bunaqasi kamdan kam. Topib kelibsiz xalqqa, xalq maza qilsin, duo qilsin. Shoq kuydirilgan-a? Shoq kuydirilgan variantida. Ayting. Aka, bunga endi 30 yo'q aka, bunaqa. Xo'p, ashnading. Omali zo'r ekan, pulus. Million berishsin, xayriga o'tib beraman aka. Endi to'xtatib, bitta so'rab beraman. Mana tortishmadim, lekin zo'r narx aytdi. Bo'ldi. Chunki zo'r bu. 28,5 bersin desam, 300 so'm talashyapsiz misol. Xo'p, Jahongir so'ramadim. Mashim oldi, qarang. Agar vohalilar qiziqsa Jahongir, mashalloh, ko'zdi. Mana qarang. Vodiyni pulini tushib berasiz. Bo'ldi, tushib beraman, bo'ldi, mana shu gapingizga aka. Masha men ham so'ramadim. Yaxshi narx aytdingiz. Men chunki buni ichida yuraman, nasldor, zotdor molni olsa, xudo xolasa qarang, yuragida o'tish. Endi navbat simentalga keldi Jahongir. Simentalni orqalari pachka ekan. Mana naslga tayyor to'roq najinda oling. Mana bu buqa ketsin. Chiroyligin. Simental deb aytalang bitta shaqa. Pachka bo'lib yotganini qarang. Simental ham 10 oyligi. 10 oylik bo'ldi. Endi Jahongir, bu simental ekan, falondaqa ekan demang narxini. Mana uni zo'r narx aytdingiz. Buni ham yopishtirib chiroyli qilib narx ayting. Jahongir, mana buni ayting. Yopishtirib. Elyor aka, endi bunga ham xudo xolasa aka bomba qilib beraman. Ha, oxirida bo'lsa xalqqa bo'lsin, maza qilsin. Aka, bunga 32,5 berishsin. Qanaqa 32,5? Elyor aka, yomon gapirmayapman. Yarimli emassiz. Kela o'tirib. Ukam. Chachatvordi. Ha, 32 millionga bor baraka deng. 32 ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi 32,5. Elyor aka, 33 desam ham bo'laverardi aka. Ko'taradigan narsa aka. Oxirida bomba bo'lsa, xo'p deyman safar. Masafar bo'pti deng 32 millionga. Bor baraka, to'ppa to'g'ri. Olsa. Buni olganga ham aka yo'lda qilib beraman yana aka. Yaxshigina bonus qilib berasiz, xudo xolasa. Olgan odam maza qiladi, xudo xolasa. Pul o'zi bilan ketadi. Jahongir, Elyor aka. tayyor bugun 29-noyabrda hisoblashaversin. Videosi ham bor. Bitta simentaldan, Germandan qochib bo'ldi. Agar mana o'zi talab bo'lib yotdi, mana dumini ham ko'tarib yotibdi. Xudo xolasa, endi buni xudo biladi nima tug'ishini. To'g'rimi? Simentalmi, Germanmi? Lekin birinchi bo'lib biz simentalga qo'ydik. Keyin Germanga qo'ydik. Albatta mana ko'rib qo'yinglar, dumini ham bugungi chislodan 29-chi shuni pashti eng qizig'i dekabrda boshdan hisoblasin. To'ppa-to'g'ri, adashmaydi hamda. Voy jonivor, sog' bo'lsin jon. Biz endi mana shu yerda tugatamiz. Ayol kishilar ko'radi deb to'g'risi bizdan naqmadik. Unaqada videoga Jahongir o'zi tashab beradi mana shu videosini. Kirib ko'ring, o'zi ham novvos tug'ib bersin-a Jahongir. Inshaalloh o'zi ham novvosga o'xshab yotibdi-yu. Tayyor videosi bilan zakas bo'ldi.